Bu yerda mani ikkita farzandim o'qiydi. Ancha yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti, o'rganib qoldi. Oldin ko'p telefonla o'ynashardi. Yo'q, hozir hamma o'qituvchisi bergan vazifalarni uyga borib qilishadi. Katta o'g'lim ham qiziqib keladi darslarga. Kichkinam ham qiziqib keladi, qoldirmaydi kichkinam, yaxshi ko'radi o'qituvchisini. O'zgarishlari endi menga sezilyapti, yaxshi tarafga o'zgarishyapti. Shu aytayman, uy vazifalarini hammasini uyga qilishadi. Ancha telefondan bo'shashganda, biz o'zi asosan bolalar kanikulda ko'p telefon o'ynagani uchun bolalarimizni bergan edik-da. Ancha yaxshi o'zgarish bo'ldi. Ustozlarga rahmat, sizlarga ham rahmat. Ertaga katta bo'lganda baribir ishga joylashganda baribir kompyuter kerak narsa ekan, men shuni bildim. Ustoz yonlartiradilar, men senga ishonaman, yaxshi deb. Keyin u xursand bo'ladi. Shunaqa ustozlarning anaqasi bilan yaxshi ko'rsatib berishadi, uyalishmaydi. Oldinki uyalardi, o'zini fikrini ayta olmas edi. Yo'q, hozir ancha fikrini aytib, buni qiladi. Bo'lishadi. Men darsda nimalar o'tishdi, borib uyga aytadi. Oyi, bugun mana bunaqa narsalar qildik, mana bunaqa narsalar qildik deb hammasini aytib beradi borib.